Men yaqinda ko'rib qoldim, odamlar qanaqadir og'ir temirlarni ko'tarish uchun pul to'lashar ekan, keyin yana joyiga qo'yib qo'yishadi. Buni nomi fitness. Ular majburan o'zlarini charchatishadi, keyin oyna oldida kuchli ko'rinish uchun. Qizig'a? Da, qiziq. Agar men toshni ko'tarishim kerak bo'lsa, olaman, ko'taraman. Lekin buni hech sababsiz 100 marta qilmayman. Undan ham kulgulisi, ular fitness zalga pul to'lab kuch yig'ishadi-da, ammo o'tin yorishga yoki yer chopishga ishchi chaqirishadi. Ya'ni ularning kuchi bezak uchun bo'lib chiqyaptimi shunda? Xuddi plastik banan kabi. Shunaqa bo'lib chiqyapti. Yana ular begovoy doroshkada yugurishib, kuch sarflashib o'zlarini charchatishadi-da, lekin bitta xonada, bitta joyda qolishadi. Mana bu bor kuchi bilan yugurib bir joyda qolish. Bu ularni hayotida metanga navbatda turishga o'xshab ketar ekan. Ular yana sog'lom tanda sog' aql deb qo'yishadi, ammo zalga mashinalarga o'tirib borishadi keyin. Zalda peshkom yurish uchun. Biz shunchaki daraxtdan daraxtga sakraymiz, osilamiz, mushaklarimiz kuchli bo'ladi. Hech qanday pul to'lamaymiz. Odamlar fitnessni o'ylab topishini sababi ular o'zlarini tanalaridan real dunyoda qanday foydalanishni unutib qo'yishgan. Shunaqa.